Holiza. Gulni shunday ko'rsatasiz, qizim sizniki devoranglar. Hozir ko'ramizda bir xonadonlarga oralab keldim. Mana shu yerga kelsa biram chiroyli bir toza xonadonni ko'rib qoldim. Qayerdan bildim tozaligini? Darvozasidan. Darvozani shunaqa chiroyli artibdi, menimcha suv qurmagan bo'lsa kerak. Suv shu darvozaga ketganga o'xshaydi-da. Qani bir boraylikchi. Bir suluv pari o'tirgan bo'lsa kerak. Qizini aytibman, qizini. Mayli, enasini ham aytamiz. Enasini ko'rdan qizini ol. Kim bor? Mikrofoni bormi-kan o'zi? Men videoga olaman. Voy, assalomu alaykum. Voy, o'ylaydi, ovozini qaranglar. Voy, qaqindi. Keng, qaqib qo'yay. Voy, o'zimni o'rgilay. Qani? Keling, o'tiring, marhamat. Voy, buncha muloyim gapirdingiz endi. O'tiring. Bir aylanib o'rgilib to'pasha qilmoqchi edim. Mayli, uyaltirmayman, o'zimni o'zim uyaltirib qo'ymayman. Axir men kimman? Qonimda kelinlar qo'zg'olonini enasini oti nima edi? Ana shu yuragim sezdirib Farmon bebining qoni oqayapti. O'tirdim. Endi guriklar zamonamizda, zamona. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Ha, bu bahor keldimi deyman-da. Ochilib sochilganimizni aytaysizmi? Bilmadim. Shu sovchi bo'lib kelgim kelaverdi, bahor ketdimi dedim-da. Aylanay, qizingizni hali ko'rganim yo'q. Shu gulni bersam ya qizingizni birinchi ko'rsatasizmi? Biz ham yigitni bir ko'raylik. Voy, qoqindi. Sal uyat bo'ladi-da, ya zamonaviy qayna ekanda. Mayli, ne bo'lsa men shu gulni sizga olib keldim. Bildim, qizingiz bilan o'zi yomon gapiraman, indamay turay. 40 ga kirgan qizim bor, berib olishim kerak axir. Ulayda, kimin chellaganday bo'ldi, nima deysiz? Saygina qulog'imga qatibdi-da. Mayliga men ham 170 aralab qolay dedim, bir qo'chqorday polvon o'g'lim bor. Menga shunday ajoyib qiz kerak. Qizingiz vrachlikka o'qigan bo'lsin, lekin o'zi kasal bo'lmasin. Aylanaydi. Yana turishim qilsin. doktorlikka o'qigan bo'lsin. Lekin o'qituvchilardan ham yaxshi saboq olsin. Mayli, pedagoglardan, universitetda magistrani ham bitirgan bo'lsin qiz. Lekin menga o'rgatuvchilik qilmasin. Jonni tegadigan o'xshaydi xabirim. Ha. Shunday yaxshi kelin bo'lsinki, kelsinki meni uyimga enandikiga ketaveraman, qidiraman demasin. Enasiga boradi desa kimga boradi? Men shunday yaxshi zukka, chiroyli tilli qizlarni olmoqchi edim. Mana shu qiz sizning hovlingizda bo'lsa kerak. Menga 5 ta tilda bo'lsa bo'ladi. Bilsin o'sha 5 ta tilda, lekin menga o'rgatuvchilik qilmasin. O'zining chakagi tinmaydi. 5 ta tilda so'raydi mendan. Ha, endi men shunday yaxshi qaynonaman, shukr qiling. Qizingiz ham kelajakda menday qaynona bo'lib kerilib yursa yomonmi? Voy, yaxshi. Ha. Keliningizni chaqiraymi? Agar chaqirsangiz to'ydan oldin bo'ldi mayli. Chaqirsangiz o'zim bir ko'ray, qoqindim. Ko'rgandan keyin o'g'lim ko'rmasam bo'ladi. Biz yigitni ko'rmadik-ku. Voy, aylanay, qoqindim. Meni o'g'lim qochqorday aytmay qo'yag'ali. Suluv, qoshlari kamon, ko'zlari burgut, uzoqdan ko'rib kimni qilig'ini bilib oladi-da. O'zimni o'g'lim ana shunday. Nechaga kiribdi yigit? Voy, o'laman, yoshini ham so'raysizmi? Qizni yoshini so'rash kerak, yigitligini so'ramang, uyat bo'ladi. Qoqindim, o'tiring, uyat bo'ladi. Xullas kalom, nima qildik? Duoyi Fatihani olaylik. To'yni boshlaylik. Kelin salomda Xudo xolasa, kuyovdori o'zi doira chertib turadi. Men kafil va'da bergim. Qalinni so'rasangiz, u qalinni aytmaydi. To'ydan keyin hisob-kitob qilamiz. Qizni oldim, qalinini oldim. Ilohi amin. Shunday chiroyli kelin salomlar tarqurib yashnasinki, elimizda shunday go'zal to'ylar bo'lsinki, mana shu yerda o'tirgan barcha onaxonlar, dadajonlar ham uylariga kelin tushirmoqchi bo'lganlar bormidi? Bor, bilaman-da. O'g'il uylantirmoqchi bo'lganlar bormidi? Borani o'tiribdilar. Ana shular kelib shunday qarsinlarda duolarimizni qilib olsinlarda, ularni ham xonadonlarda biznikiga o'xshagan eng ajoyib to'ylardan bo'lsin. Ana dedingiz Xudojon. Ilohi amin.
Allahu ekber. Kanı siz kelinni tayarlagan kelinni men bir chiroyli kelin salomlarim bilan qarşıladım. Kuyovim o'zi